Hozirda nega izotetiklar psixologlarga nisbatan tez mashhur bo'lib ketmoqda? Aslida odamlar nimani izlayapti? Yechimmi yoki mo'jizanimi? Faoliyatimni boshlaganimga 6 yil bo'lgan bo'lsa, o'sha endi ishni boshlagan psixolog sifatida o'ylardimki, bizni xonamizga kirib keladigan har bitta inson yechim izlab keladi deb. Odamlarga natija kerak, insonlarga yechim kerak. Bo'lmasa men nimaga ishlayapman? Mana ishimdan nima foyda agar ular yechim bilan chiqib ketmasa deb o'yladim. Tushundimki, hamma ham psixolog xonasiga aynan yechim uchun kelmas ekan. Ba'zilar unga achinishlarini xohlaydi, unga hamdardlik bildirishlarini xohlaydi. Yechim bu haqiqatga tik qarashdan keyin keladigan natija. Kim haqiqatga tik qarashdan qo'rqsa, cho'chisa, qochsa, hali tayyor bo'lmasa, u odamda yechim bo'lmaydi. Shuning uchun ham hamma ham yechimga tayyor bo'lmaydi. Fiziologik tomondan 30 ga kirishimiz mumkin, lekin psixologik tomondan o'sha yoshimizga mutanosib ulg'aygan bo'lmasak, 30-40 yoshimizda ham haligacha hayotimizdan mo'jiza qidirib yuramiz. Bola pozitsiyasidan hali to'liq chiqmagan insonlar mo'jiza kutib kelishadi. Katta odam pozitsiyasiga o'tgan nafaqat jismonan, balki psixologik tomondan ham ulg'aygan insonlar ana ularga yechim kerak.